Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchi. Workalize dasturimizga xush kelibsiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi oynamizning o'zida topshiriq berish, bo'sh ishchilar ro'yxati hamda bugungi topshiriqlar funksiyalari mavjud. Kerakli oynalarni to'ldirib olganimizdan so'ng, ko'rib turganingizdek, bugungi topshiriqlar ro'yxatida yuqorida kiritgan ishchimiz yuqorida kiritilgan stanokka biriktirildi va ko'rib turganingizdek, ishchi xodimda ish jarayonida degan status berildi. Og'ir sanoat hamda yengil sanoatning ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, ya'ni ishlab chiqarish jarayonining aynan xodimlar va stanoklar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni avtomatlashtirish, xodimlar hamda stanoklarning produktivnosti va ularni ishlarini soni va sifatini nazorat qilish uchun aynan shu loyiha ishga tushirildi. Foydalanishga qulay bo'lishi uchun bugungi topshiriqlar oynasidagi barcha ma'lumotlarni filtr orqali alfavit ketma-ketligi bo'yicha filtratsiya qilib topishingiz mumkin. Xodimga biriktirilgan stanok ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan bo'lsa, smenasini oxirida necha dona mahsulot ishlab chiqarilganligini sanab, update tugmasi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotni sonini kirgizib va undan so'ng stop tugmasi orqali smenani tugatishimiz mumkin. Ish jarayonida bo'lgan status ishini tugatdi statusiga o'zgartirilgandan so'ng, ya'ni faoliyatini xodim tugatganidan keyin ish faoliyati qachon boshlanib, qachon tugatilganligi, necha minut ishlab, necha pul maosh topganligini ko'rishingiz mumkin. Keyingi yana bir muhim funksiyalardan biri filtr funksiyasi. Filtratsiyani boshlanish va tugash sanasini ko'rsatamiz va aynan qaysi xodim haqida informatsiya kerakligini yozib olsak, demak, sistema bizga aynan o'sha xodimga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlarni, ya'ni qachon ishlagan, qaysi stanoklar bilan ishlagan va hozirgi holatini ko'rsatib bera oladi. Tizim to'g'ri ishlashligi uchun har bir stanokka vaqtiga va soniga mo'ljallanib koeffitsient berilgan. Tizimni nastroykasi imkoniyat darajasida soddalashtirilgan. Rabochiy stolimizdagi ishchini qo'shish funksiyasi orqali yangi ishchining ism-familiyasi, uning rasmi hamda lavozim belgilagan holda yangi ishchilar ro'yxatiga qo'shishimiz mumkin. Video davomida ko'rgan barcha ishchi xodimlarning ism-shariflari va stanoklarning informatsiyasi test sinov uchun qo'yilgan.